Iso payg'ambar va havoriylar qishloqlarni, kichik va katta shaharlarni aylanishdi. Insonlarni yakka Allohga va yaxshilikka da'vat qilishdi. Zaiflarga ozor bermang, ochlarni to'ydiring, faqirlarni himoya qiling deyishdi. Iso payg'ambarga juda kam odam quloq soldi. Ko'pchilik uni eshitishni xohlamadi. Ayniqsa boy yahudiylar va ularning eski ruhoniylari ularga bu gaplar yoqmadi va Iso payg'ambardan juda g'azablandilar. Oxir uning ustidan podshohga shikoyat qilishdi. Isoni jazolang dedi ular. Ular tuhmat qilib juda ko'p yolg'on to'qishdi. Nodon va zolim podshoh ularning gaplariga ishondi. Nosiralik Isoni toping va o'ldiring deb buyurdi. Ammo Iso payg'ambar ularning bu xiyonatkor rejalaridan xabar topib bo'lgan edi. U shogirdlari bilan yashirincha uchrashishga qaror qildi. Biroq ularning orasida Yahudo ismli bir ayg'oqchi kirib olgandi. Yahudo ularga men ham sizlardanman deb aldab, fursat bo'lishi bilan yugurib borib askarlarga xabar berdi. U Iso payg'ambarning qayerdaligini aytib berdi. Askarlar Isoni qo'lga olishi uchun yo'lga chiqishdi. Yahudo ham havoriylar bilan birga edi. Lekin Iso payg'ambar hali kelmagan edi. O'shanda qiziq bir voqea yuz berdi. Alloh uning yuzini Iso payg'ambarnikiga o'xshatib qo'ydi. Askarlar Yahudoni ko'rgach, darhol uni tutib oldilar. U "Men Yahudoman" deb qichqirardi. Albatta deyishdi askarlar. Ular unga ishonishmadi. Ular Yahudoni olib borib qatl qilishni, o'ldirishni. Ammo Iso payg'ambarga nima bo'lgandi? Alloh Iso payg'ambarni osmonga, boshqa bir olamga chaqirgandi. Unga endi hech kim hech narsa qila olmasdi. Bu nosiralik Iso payg'ambarning hikoyasi edi. Maryam o'g'li Isoning haqiqiy hikoyasi u payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan oldingi payg'ambar edi. Biz uni barcha payg'ambarlar kabi juda yaxshi ko'ramiz. Ular qanday ham yaxshi odamlar bo'lishgan. Ular oramizdan tanlangan aziz insonlar edi.